Assalomu alaykum qadrli yaqinlarim, bilasizlar sizlarga yomon narsani tavsiya berish imkoni qadar yaxshilarni tavsiya berishga harakat qilamiz. Xudo xolsa bitta yaqin akamizni uyi sotilar ekan, 3 xonali uy. 10 hududda 65-kvartir 3 xonali uy. Xudo xolsa halol nasiyami o'z nomerini qoldiraman. Xudo xolsa hamma dokumentlari joyida. Kelishib olasizlar. Uyning ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun uy olaman deb orzu qilib yurgan birodarlarimiz uchun ajoyib variantlar. Uyga kirganimizda uy chiroyli koridor kutib oladi va o'zining barcha jihozlar bilan uy qoladi. Va birinchi xonamiz ham kichik kattagina xonamiz, ikkinchi detskiy xonamiz ham kutib oladi va ajoyib spalniy xonamiz va adili dushovoy va hammomimiz bor va oshxonamizda ham jihozlar bilan qoladi. Egasi aytayotdi, uyni xohlasa halol nasiyaga, xohlasa naqdga chiroyli kelishgan holatda qilib beramiz deganmiz. Bu yangilikni ko'pga tarqatib qolamiz. Xudo xolsa inshaalloh shu uyga muhtoj bo'lgan inson olsa adusha xursand bo'laman. Xudo xolasa Alloh roziligi uchun tarqatib qo'yamiz degan umiddaman. Xudo xolasa kelishib chiroyli narxda qilib berishadi. Makrir emas, olgan odam makrir emas, boshqa o'zini uyi Xudo xolsa mabodo yashamayman, arendator qo'yibman deganga $400 ichida arendator